Malayziyaga sayohat uchun 1,5 yosh egizlarim bilan 6 soat uchdik. Qanaqa qilib? Serialchida ko'ring. Uchishdan oldin trenirovkamga chiqib keldim, energiya oldim. Keyin bolalarni bog'chadan oldik, narsalarni tayyorladik, o'zimiz ham tayyorlandik, taksiga o'tirdik va keldik. Aeroportga bagajni topshirib olguncha rosa qiynaldik. Bolalar ko'p yig'lashdi. Amallab kirib oldik. Reys kechasi edi, o'shaning uchun bolalar injiqlandi. O'sha o'tirish boshlandi. Biz Qorag'amida. Bolalar ham. Samolyotga kirsak, shunaqa ham tor ekanki, umrimda bunaqa tor samolyot ko'rmaganman. Yana kamiga turbulent desam, yaxshigina bu berdi. Ish qilib rosa qo'rqdik. Keyin jetga ovqat olib kelishdi, bolalar yeyishmadi. Bunaqa ovqat men ham yemagan bo'lardim. Bolalar uchun qo'shimcha joy olmaganimizga 1000 baravar pushaymon bo'lib, Malayziyaga yetib keldik. Soat 3 Koreya vaqti bilan, Malayziya vaqti bilan 2 bagajimiz olyapmiz. Dadasini terlab ketganini qaranglar. Aeroportdan chiqib otelga borgunimizga ham sahar 4 bo'ldi. To'g'risini aytaymi, aeroportdan chiqib to otelga xonamizga kirib olgunimizgacha 1000 marta o'zimizga o'zimiz zahrilmidi ikkita bola bilan Malayziyaga sayohatga kelishdi. Rosa pushaymon bo'ldik. Kelib olganimizdan keyingi tong, bardak, hamma joy. Lekin pastga tushganimizda bolalarning xursandligini ko'rganingizda edi. Shuncha yo'l yurib kelganimiz bunga arziydi.